Meksika prezidenti zo'ravonlikdan himoyasiz qoldi. Bugun biz nafaqat Meksikani, balki butun dunyoni larzaga keltirgan voqea haqida gapiramiz. 2025-yil 4-noyabr kuni Mexiko markazidagi ommaviy tadbirda mamlakat prezidenti Claudio Sheinbaumga noma'lum erkak yaqinlashdi. U uni roziligisiz o'pishga va tegishga urindi. Bu holat ochiq joyda guvohlar, shaxsiy qo'riqchilar va kameralar oldida sodir bo'ldi. Guvohlar tomonidan tasvirga olingan kadrlarda Meksikaning ilk ayol prezidenti odamlar bilan muloqot qilayotgani va suratga tushayotgani ko'rinadi. U bundan avval ham shunday uchrashuvlarda ko'p marta ishtirok etgan. Bir payt to'satdan orqadan bir erkak yaqinlashib, prezidentning yelkasidan ushlab, uni o'pishga urindi. Claudio Sheinbaum uni qo'llarini chetga surib, orqaga chekinadi. Shu zahoti uning yordamchisi Juan Jose tezda aralashib, prezidentning shaxsiy hududini buzgan erkakni chetga surib qo'yadi. Keyinroq qattiq mast holda bo'lgan erkak hibsga olindi. Ertasi kuni Sheinbaum rasmiy shikoyat arizasini topshirdi. Matbuot anjumanida u bu harakatlarni nafaqat prezident sifatida, balki ayol sifatida ham qoralashini bildirdi. Men bu tajovuz holatini boshimdan o'tkazdim. O'sha paytda boshqa odamlar bilan gaplashayotgandim va nima bo'layotganini darhol anglamadim. Jamoam koordinatori Juan Jose yaqinlashib, uni chetga oldi. Faqat videoni ko'rganimdan keyin nima sodir bo'lganini to'liq tushundim. U juda yaqin turganini his qilgandim. U, takrorlayman, butunlay mast edi. Narkotik modda ta'sirida bo'lganmi bilmayman, lekin men shikoyat berishga qaror qildim. Chunki bu mamlakatimizdagi ko'plab ayollar duch keladigan holat. Keling shu yerda biroz to'xtab olaylik. Bu mamlakat prezidenti, davlat rahbari, siyosiy to'siqlar, mansabdagi yashirin cheklovlar va jinsiy diskriminatsiya devorini buzgan, o'zgarishlar ramziga aylangan ayol. Lekin shunga qaramay, u himoyasiz qoldi. Uni kunduzi odamlar oldida ochiqcha ravishda tajovuzga uchratishdi. Bu erkak uchun ayolning lavozimi ahamiyatsiz edi. U baribir uni tanasiga o'zini haqli deb hisobladi. Go'yoki bu umumiy mulk va hammaga tegishli narsaday. Prezident Claudio Sheinbaum hayratlanarli darajada o'zini nazorat qildi. Shaxsiy chegarasi buzilgan paytda ham u orqaga chekindi. Qiz tuyg'ularini jilovlay oldi va panikaga berilmadi. Keyinroq u videoni ko'rgandan so'nggina voqeaning ko'lamini to'liq angladi. Meksika prezidenti yana bir muhim bayonot berdi. Agar men shikoyat qilmasam, boshqa meksikalik ayollar qanday himoyaga ega bo'ladi? Agar bunday ishni prezidentga nisbatan qilishsa, mamlakatimizdagi yosh ayollar qanday xavfsizlikka ega? Hech qaysi erkak ayolning shaxsiy hududini buzishga haqli emas. Shuning uchun men Meksika prokuraturasiga ariza topshirdim. Bilishimcha, u kishi keyinroq o'sha ko'chada boshqa ayollarga ham tajovuz qilgan. Hozirda u qo'lga olingan. Bu kuchli so'zlar va ular ortida dahshatli statistika yashiringan. Meksikada har kuni o'rtacha 10 nafar ayol o'ldiriladi. Minglab ayollar ko'chada, jamoat transportida, ish joyida va hatto o'z uylarida tajovuzga uchraydilar. Meksikalik ayollarning 70% umri davomida jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Prezident Sheinbaum namuna ko'rsatish va huquqiy precedent yaratishni istaydi. Bu qat'iy va to'g'ri qadam. Ammo achinarlisi shundaki, hatto hokimiyatning eng yuqori pog'onasida turgan ayol ham o'z daxlsizlik huquqini himoya qilishga majbur bo'ldi. Jahon statistikasiga nazar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda ayollarning 80% psixologik zo'ravonlikka, haqorat, kamsitish va ta'qiblarga duch keladi. Ayollarning 65% jamoat transportida, ish joyida yoki internetda jinsiy yoki kamsituvchi munosabatlarga duch keladi. Ayollarning 44% o'lim yoki jinsiy zo'ravonlik bilan tahdid qilingan. 25% dan ortiq ayollar uyda, ko'chada yoki jamoat joylarida jismoniy hujumlarga uchragan. Ayollar erkaklarga nisbatan bir necha barobar ko'proq holatlarda hujum qurboniga aylanadilar. Dunyoda har 10 daqiqada bir ayol o'ldiriladi. Ko'pincha bu ishni uning turmush o'rtog'i yoki qarindoshi sodir etadi. Ko'rinib turibdiki, hatto eng yuqori lavozim ham ayollarning daxlsizligini kafolatlamaydi. Agar bu sizni larzaga solmasa,
boshqa misollar keltirishim mumkin. Afrika mamlakatlarida ayollarga nisbatan zo'ravonlik darajasi dunyodagi eng yuqorilaridan biri hisoblanadi. AQSh ayollarining 50% va erkaklarning 40% oilaviy zo'ravonlik holatlari haqida xabar berishgan. Hindistonda har 16 daqiqada bir zo'rlash holati qayd etiladi. Fransiyada ayollarning 80% dan ortig'i jamoat joylarida tajovuzga uchraydi. Buyuk Britaniyada har 3-ayol jamoat transportida jinsiy tajovuzga duch kelganini ma'lum qilgan. Markaziy Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston mamlakatlarida ayollarning taxminan 18% uydagi zo'ravonlik haqida xabar berishgan, ammo ularning ko'pchiligi yordam so'rash uchun qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Ayollar uchun alohida vagonlar. Tizimli zo'ravonlikka jahonda ko'rilayotgan chora. Yaponiyada jamoat transportidagi behayo tegishlar shunchalik keng tarqalganki, bu holat uchun maxsus atama chikan ishlatiladi. U bunday harakatlarni sodir etuvchi erkakni anglatadi. Muammo kuchaygani sababli Yaponiya rasmiylari jamoat transportida ayollarni himoya qilish maqsadida maxsus choralar ko'rishga majbur bo'ldi. Ayollarni ta'qib, kamsitish va haqoratlardan himoya qilish maqsadida ayniqsa tig'iz soatlarda poyezd va metrolarda ayollar uchun alohida vagonlar joriy etildi. Bu vagonlar vizual farq uchun pushti rangda ajratilgan. Bunday choralar faqat Yaponiyada emas, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida ham amalga oshirilgan. Hindiston, Dehli, Mumbay va boshqa yirik shaharlar metrosida ayollar uchun alohida vagonlar mavjud. Eron, avtobus va metrolarda ayollar uchun maxsus zonalar ko'zda tutilgan bo'lib, ular ko'pincha to'siqlar bilan ajratilgan. Misr, ayniqsa tig'iz soatlarda Qohira metrosida faqat ayollar uchun mo'ljallangan vagonlar faoliyat yuritadi. Braziliya, Rio de Janeiro va San Paulo metrosida ayollar uchun alohida vagonlar joriy etilgan. Biroq keyinchalik ular jamiyatdagi bahslar tufayli bekor qilindi. Indoneziya, Jakarta shahrida ayollar uchun vagonlar va avtobuslarda maxsus zonalar mavjud. Ayollar uchun alohida vagonlar ayollarga nisbatan tizimli zo'ravonlikka qarshi jahon miqyosidagi choralardan biri. Balki Toshkent metrosida ham bunday choralar haqida o'ylash vaqti kelgandir. Bu ayollar zaif bo'lgani uchun emas, balki ularning xavfsizligi va shaxsiy hududini ta'minlash davlat va jamiyatning bevosita vazifasi bo'lgani uchun. Ayollar jamoat transportida o'zini xavf ostida his qilmasligi va xavfsiz joy izlashga majbur bo'lmasligi kerak. Meksika prezidenti bilan sodir bo'lgan voqea shunchaki bir shaxsiy hodisa emas. Bu tizimning o'zidagi muammo va global inqirozning yuzga chiqqan shakli. Bunday illatlar o'z vazifasini bajara olmagan tizimlarda, himoya qilmaydigan qonunlarda, noto'g'ri ta'limda, sukut saqlaydigan madaniyatda va hurmatni o'rgatmaydigan jamiyatlarda yashaydi. Chunki agar prezidentning o'zi xavfsiz bo'lmasa, darsdan keyin yolg'iz ketayotgan qizaloqning yoki odamga to'la avtobusga turgan ayolning taqdiri qanday bo'ladi? Biz to'siqlarni yengib o'tgan ayollar haqida gapirishni yaxshi ko'ramiz. Prezident yoki vazir lavozimiga ilk bor ayol tayinlanganda bayram qilamiz. Biz buni g'alaba deb hisoblaymiz. Ammo ayollarga tabriklar yoki ruhlantiruvchi so'zlar kerak emas. Ayollarga o'z huquqlari va xavfsizligi kafolatlangan jamiyat kerak. Ayol tanasi hech kim bahs qiladigan yoki o'z nazoratiga oladigan narsa emas. U daxlsiz va muqaddas hudud. Unga tajovuz qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bugun ayollar uchun dunyo hali xavfsiz emas, lekin u shunday bo'lishi mumkin agar biz Shenbaum kabi voqealarni hayrat bilan emas, balki mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan jinoyat deb atay boshlasak. Siz ham bunday hodisalarga duch kelganmisiz? Bu bo'yicha qanday choralar ko'rilishi kerak deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.